Diqqat, tezkor xabar tarqating. Agar ular meni o'ldirsa, bu dunyoning oxiri bo'ladi. Men ko'rsatmalar qoldiraman. Agar ular shunday qilishsa, ular yo'q qilinadi. Hech narsa qolmaydi. Tramp Eron rahbariyatiga 3 ta nomzodni ko'rmoqda. U bu haqda The New York Times gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi va aniq ismlarni aytishdan bosh tortdi. Shuningdek, Tramp Eron xalqini nazarda tutib, hech kimga hech qanaqa va'da bermaganini ma'lum qildi. Taker Carlson: bu Isroil uchun AQShni urushga tortishdagi so'nggi imkoniyat. Chunki kelajak avlod amerikaliklari Isroildan tobora uzoqlashmoqda. Bu fikrga qo'shilmaslik qiyin. Eng muhimi, buni Isroilni o'zi ham juda yaxshi tushunadi. Shu sababli hozir ular AQShdan imkoni boricha maksimal foydalanib olishga harakat qilmoqda. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling.